Assalomu alaykum. Men ismim Sharof. 8 yildan beri fizioterapevt, massajist lavozimida ishlab kelaman. Bugungi muolajamiz hammani qiziqtirgan hijoma. Hijomada bizga kerak bo'ladi 1 marotabalik qo'lqop, 1 marotabalik lezva va 1 marotabalik bunaqa hijoma bonkalari kerak bo'ladi. Sharof aka, hijomani qanday foydalari bor? Hijoma dinda sunnat amal hisoblanadi. Meditsinada meditsionik xodimlarimiz tomonidan tasdiqlangan amal hisoblanadi. Muolaja hisoblanadi. Hijomada qonning tarkibidagi ortiqcha toksinlarni kapillyar qon tomirlaridan chiqarib tashlashligimiz evaziga odam o'zini yaxshi his qiladi, qon aylanishi yaxshilanadi. Agar shamollash, osteoxondroz tufayli kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni bartaraf etishda yordam beradi. Sharof aka, yana bitta savolim bor. Hijoma bilan donorlikning qanday farqi bor? Donorlikda vena qon tomiri orqali qon topshirish 400 grammgacha qon topshirish sanaladi. Bunda odam tanasida foydali bo'lgan qonlarimiz topshiriladi. Hijomada esa keraksiz toksinlar chiqib ketadi. Xalqimiz uchun tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni odam tanasidagi keraksiz harom qonlarni chiqarib tashladi.